Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz Paxtakorning taqdirini hal qiladigan bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Bir tomondan Superligada chempionlik poygasi, ikkinchi tomondan Osiyo qit'asining eng nufuzli klublar doirasidagi turniri AFK Chempionlar Ligasi elit sari olib boradigan hal qiluvchi to'siq. 11 avgust kuni Paxtakor o'z maydonida Iordaniyaning yangi chempioni Al-Husayn Erbit bilan uchrashadi. Bu shunchaki bir o'yin emas. Bu Paxtakorning keyingi bir necha yilini belgilab beradigan darvoza. Keling, hammasini tartib bilan ko'rib chiqamiz. Avvalo, Paxtakor so'nggi haftalarda o'zgaruvchan natijalar ko'rsatganini e'tirof etish kerak. Keling, oxirgi 5 ta o'yinini ketma-ket eslaylik. Paxtakor Lokomotiv bilan 1-1 durang o'ynab qo'ydi. Keyingi turda esa Xorazmni yutdi va yana o'z darvozasidan gol o'tkazib yubordi 2-1. Keyin Bunyodkorni yutdi 1-0 va 1-avgustda Andijon uyida 0-0 o'ynadi va nihoyat so'nggi o'yin Buxoro bilan boya tugadi 2-2. Uyda 2 marta hisobni ochib, 2 marta orqaga qaytarilish, bu ochig'ini aytganda hujumkor salohiyat bilan mudofaadagi beqarorlik o'rtasidagi kontrastni yaqqol ko'rsatib beradi. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, 5 ta o'yinda Paxtakor 2 ta g'alaba, 3 ta durang qayd etdi. To'g'ri, yutqazish yo'q, bu ijobiy holat, ammo ketma-ket 3 ta durang jamoaning zarba kuchi va himoya barqarorligi bo'yicha savollarni tug'diradi. Ayni paytda bu xalqaro maydondagi chiqish arafasida jiddiy signal. Superliga 2026-yilgi jadvaliga nazar tashlasak, Neftchi Paxtakordan bitta kam o'yin o'tkazib 36 ochko bilan peshqadam bo'lib bormoqda. Bugun Paxtakorning 2-0 ustunligidagi g'alabasini 2-2 durangga aylantirib 1 ochko olib ketgan, 3-o'ringa ketayotgan Buxoroda esa 27 ochko. 3-o'rin, ikkinchi o'rindagi Paxtakordan 8 ochko ortdi. Lekin o'zaro o'yinda kuchlar tengligini ko'rsatib qo'ydi. Navbahor 4-o'rinda, OKMK esa 5-o'rinda. Bu ikkisi bir xil o'yin o'tkazgan, bir xil ochko to'plagan. Paxtakor jadvalda 2-o'rinda. Neftchidan atigi 1 ochko orqada, lekin bir o'yin ko'proq o'ynab qo'ygan. Ya'ni matematik jihatdan Paxtakor hali ham chempionlik uchun real da'vogar, lekin har bir yo'qotilgan ochko endi juda qimmatga tushaveradi. Shu bois o'yin tugagandan keyin Paxtakorning ashaddiy muxlislari Kamoliddin Tojiyevdan iste'fo so'rashdi. Endi esa Al-Husayn Erbit haqida. Al-Husayn bu Iordaniya futbolining hozirgi eng kuchli jamoasi. Ular 2025-2026-yilgi mavsumda Iordaniya Pro Ligasini ketma-ket 3-marta chempion sifatida yakunlashdi. Ketma-ket 3 karra Iordaniya chempioni Al-Husayn. Bu tasodif emas. Bu barqaror va uzoq muddatli kuch belgisi. Mavsum davomida ularning statistikasi ham buni tasdiqlaydi. 27 ta o'yinda 19 ta g'alaba, 3 ta durang va 3 ta mag'lubiyat. To'plar nisbati 70 ga 17, 70 ta gol urib tashlagan 27 ta o'yinda. 70 ta gol urib tashlagan 27 ta o'yinda. Jamoani portugaliyalik murabbiy Joao Mota boshqaradi. O'tgan mavsumda Al-Husayn Osiyo Chempionlar Ligasi 2-turnirida guruh bosqichidan o'tib, play-off bosqichida Birlashgan Arab Amirligining kuchli klubi Sharja bilan bellashdi va faqat penaltilar seriyasida 3 marta 11 metrlik zarbani xato bajarib mag'lubiyatga uchradi. Bu ularning byudjeti ancha kichik bo'lishiga qaramay, Sharjanikidan 10 baravardan ortiq kam. Yuqori darajadagi raqiblarga bas kela olishini isbotlagan tarixiy natija bo'lgan. Bu mavsum ular Chempionlar Ligasi 2dagi final bosqichida Istiqlol kabi kuchli jamoani 2 ta o'yinda ham mag'lub etib, o'z darajalarini yana bir bor ko'rsatishdi va Paxtakorga ro'baro kelishdi. Endi esa chempionlik unvoni tufayli ular to'g'ridan-to'g'ri Osiyoning eng yuqori turniri, Osiyo Chempionlar Ligasi elitning saralash bosqichiga chiqishga huquq olishdi. Xulosa qilib aytganda, bu hujumkor, tajribali, xalqaro maydonda o'zini ko'rsata olgan, ammo cheklangan resurslar bilan maksimal natijaga erishadigan jamoa Al-Husayn. Ularga qarshi o'ynash nafaqat texnik, balki psixologik jihatdan ham murakkab sinov bo'ladi. Paxtakor uchun bu o'yin 2 jabhada, ichki chempionlik poygasi va xalqaro obro' bir vaqtning o'zida sinaladigan payt bo'ladi. Jamoaning so'nggi natijalardagi beqarorlik, ayniqsa mudofaada, Al-Husayn Erbitning tajribali va tashkil etilgan hujumiga qarshi jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Ayni paytda Paxtakorning uyidagi kuchi va mavsum davomidagi umumiy barqarorligi 28 ta urgan gol, 16 ta o'tkazib yuborilgan. 16 ta o'yinda atigi bitta mag'lubiyat. Ularga ustunlik berishi mumkin.
Bu o'yin shubhasiz Paxtakor faqat bitta uchrashuv emas. Bu Paxtakorning O'zbekiston futbolini Osiyo miqyosida qanchalik yuqoriga olib chiqa olishining ko'rsatkichi o'laroq bitta o'yindir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Paxtakor hozir ikki front, ichki chempionlik va xalqaro maydonda o'zining eng katta sinovlaridan birini boshdan kechirmoqda. 11-avgust kuni bo'lib o'tadigan bu o'yin nafaqat bitta natija, balki butun mavsumning yo'nalishini belgilab beradigan o'yin. Sizningcha, Paxtakor Al-Husayn Erbetni yenga oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videoda ko'rishishimizni istasangiz albatta.